sekin, sekin oboraman. Ha, sekin, sekin eshikni ochamiz. Voy, op, olaman. Sekin, op. Bo'ldi, bo'ldi, qo'ydim. Ore. Mana nihoyat men qo'ydim. Menimcha bu yerda xavfsiz turmaydi. Chunki qandaydir o'g'rilar kelib nima? Hazrat Mer, qayerga ketasan ey? Ketib qoldi. Qayerga ketding? Yaramas. Qoni? Xotirada bola ko'rdinglar. Xotirada mayra turadi. Orqasidan qulab ketadi. Qayoqqadir qochib ketdi. Ko'rmayapti. Qayerda bo'lishi mumkin? Qayerda bo'lishi mumkin? Sen qo'y, bilmaysanmi qayerdaligini? Men senga aytyapman. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Bir kuni izimni izlab qolasiz. Mayli, bu bilmaydi aniq. U bola hozirda ko'rdinglar, qandaydir maska taqqan odam hozirda bizga qarab turdi. Tushunarli. Bu xavfsiz emas. Demak, bizning oltilarimizni necha yillardan beri to'plagan oltilarimizni bunday qilmoqchi. Men ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Nima qilamiz endi? Bilmadim. Nima qilsak bo'ladi endi? Bo'ldi. Bu hozirroq omborxonani juda ham qattiq ta'inlik qilishimiz kerak. Bunker qilishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Men senga hozir instrumentlarni beraman. Xo'p, bersangiz tezroq mana bularni qurib tashlayman. Bu yerda xavfsiz bo'lmaydi, aniq ko'rdingizmi? Aniq o'g'irlab ketishadi. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Yo'q, bor ekan. Men aytgan narsalarimni hammasini olib kelibsiz. Rahmat. Xo'p, hammasi joyidami ekan? Rahmat, men aytay, shahardan olib keldingiz. Xo'p, sen bu oboqlarni juda ham qattiq to'sga tushundingmi? Hech qanday o'g'ri kira olmasin ham chiqib qolmasinlar. Xo'p, hammasini boplayman. Men bular men juda ham katta joy qilaman. Bu eshik nimaga? Mayli, bu eshik bizga kerak emas. Buni bekor olib ketibsiz. Aytgancha buni menga tekinga berishgandi-da. Endi tekin bo'lgandek olaman-da. Xo'p. Mayli, bo'lmasa men ishimni boshlay. Xo'p, bo'lmasa sen ishingni boshlayver. O'zim qilardim, просто endi bilasan, men berman, endi ishlarimni qilishim kerak. Xo'p, hech qisi yo'q. Mayli, siz ketavering. Xo'p, bo'lmasa men ketdim. Va endi biz o'zimizning ishlarimizni qilishni boshlaymiz. O'zimizga instrumentlarni olamiz va hozir mana qo'sh va mana. Va hozir biz o'zimizga quramiz. Хорошо. To'xtanglar, hozir bizga kerak narsalar только obsidian. Bolalar, bu Minecraftda obsidiandan qattiqroq narsa bo'lmasa kerak. Chunki bilasizlar, bedrock bor-ku, lekin bedrockni men ola olmayman chunki yo'q. O'shuncha obsidian ham bo'ladi. Minecraftda eng qattiq narsa-ku. Bu oltilarda albatta olaman. Bunaqa joyga kim yashiradi, men hayronman. Jo'rda olaman bularni. Haliroq borib olaman. Hozir mana bu Husanboy deganlar turibdi. Hozirroq let's go qo'ydim. Bolalar, mana pashti butang deb qoldim, ozginasini butdim va mana bularni ham olib chiqamiz. Bularni o'rniga bu juda ham kuchsiz narsalar. Men buni o'rniga boshqa narsalar qo'yaman. Aniq bu yerga hech kim o'g'irlikka kira olmaydi. Hech kim. Хорошо, mana bularni ham olib chiqish kerak bittalab. Shu muammo. Mayli. Olamiz va mana buni ham, mana bularni ham. Хорошо. Va endi biz sekin ehtiyotlik bilan qo'yamiz va buni buzish ham juda ham qiyin. Shunga sekin adashib qo'yib yormash kerak. Hali 5-6 marta adashib ketdim, shunga buzib o'tirishga to'g'ri keldi 2 soat. Va mana pashte tayyor bo'ldi va endi biz qancha haligi seyflarda turadigan narsa bo'ladi-ku, o'shanaqani endi qilishimiz kerak. Ya'ni aytgancha oltinni o'zim ham bilib oldim. Bu yerda turishi juda ham xavfli. Chunki qandaydir o'g'ri kelib yana o'g'irlab ketishi mumkin. Shunga sekin tushib olamiz va
buzamiz. Hozir safeni, короче, mana o'zimizga kerakli narsalarni atay hammasini olib kelgan. Sekin qo'yib olamiz. Juda ham og'ir ekan. Хорошо, keyingi tarafiga ham qo'yamiz. Juda ham og'ir ekan. Keyingisini ham mana yerdagilarni olib olish kerak. Keyingisini mana turib juda ham zo'r. Og'ir ekan, juda ham og'ir. Va boshqasini tepaga qo'yamiz. Va tepaga qo'yib bo'larmikin o'zi? Tepaga qo'yib bo'lmas ekan. Men buni bilmagan ekanman. Mayli, tepasini bedroqmi yo'qib tashlasak ham bo'ladi o'zi vashida. Xo'sh, faqat adashmasak bo'lgan. Qo'yishimiz kerak. Bo'ldi. Va bizda hozircha hammasi bor. Sekin tushib olamiz. Mayli. Va endi usti tarafiga ham qo'ygan narsa mana ko'ryapsizlar, bu nima deyotgan bo'lsangiz, bu panjara, ya'ni tepadan chiqmoqchi bo'lsa, tepaga inday qilmoqchi bo'lsa, mana bularga inday sayilib inday bo'ladi. Kira olmaydi. Va bunaqasiga o'zim tiqilib qoldim. Ay, o'ryapti. Hozir chiqib ketamiz bir amallab. Хорошо. Bo'ldi. Mana. Voy, yana tiqilib qoldim. Shu juda ham katta muammo ekan. Mana. Хорошо. Mana. Bunaqa qo'yish kerak. Yana muammo. Hozir adashmasdan qo'yamiz. Va mana va bu joyga ham. Va endi tushib ketsak ham bo'ladi. Let's go bola, bo'tyapti, to'g'rimi bola? Bola, videomizga obunaman, like bosib qo'ysangiz xursand bo'lar edim. Qarchi, biz 1000 ta bo'lganimiz uchun rahmat. Kanalimizni 1000 taga qo'ydinglar. Endi maqsadimiz 2000 ta qilishimiz kerak. Bo'ldi. Videoni endi boshlash kerak deyman-da. Qanaqa qarchi ne qilishimiz kerak? Mana bo'ldi. Ne yo'lib bo'lmayapti buni? Oldimmi? Bo'ldi. Mana buni buzamiz. Хорошо. Bu keraksiz narsalar bizga juda ham mishayt beradi. Hozir men bu yoqqa ne qilaman? Wow, chotki endi bo'ldi. Va endi bizda hozircha mana bular o'shib qolgan va bizga signalizatsiya qo'yish kerak. Hozir eshikni ochamiz. Хорошо. Signalizatsiya bizga agar kimdir bu yoqqa yaqinlashsa yoki eshikni ochishga harakat qilsa, signalizatsiya violaydi. Хорошо. Mana qo'yib qo'ydim va endi hozir bizga aytgancha mana bularni qo'yib olaman. Ichkariga qo'yamiz. Mana endi eshikni yopish kerak. Og'ir ekan. Bo'ldi. Oxirida buni kodlab qo'yaman. Shunda hech kim menga bo'la olmaydigan qilib qo'yadi. Hozircha ocha oladi va bizda hozir to'ldi lava. Bu lavalarni esa ekchakiga qo'yib chiqamiz. Xo'sh, biz buni butdik. Endi bizga endi kerak. Nima kerak bo'lishi mumkin yana? Hamma yo'lni qo'yib o'tibmiz uje va bularning keraksiz narsalarni solib qo'yamiz. Let's go. Endi biz bu yerdan o'tishimiz kerak. Хорошо. Bo'ldi mana. Joyida hammasi bo'lib mana butdim. Xo'sh, endi men merga aytib kelishim kerak. Aytgancha merga butganimni aytishim kerak. Yo'q. Хорошо. Suv. Bo'ldi, sal qoldi o'lib ketishimga. Sal qoldi. Uzr. Voy, signalizatsiyani yoqib qo'ydim. Hozir o'chiramiz. Voy, signalizatsiya yo'qolib qoldi. Aytgancha men kirishimni ham hisobga olishim kerak edi. Men hozir to'g'rilayman. Ana bo'ldi, o'chirdim. Mana.
Bu juda ham bosh og'riq. O'tib oldim. Bo'ldi. Yopamiz. Bo'ldi bola, endi merni chaqirib kelishim kerak. Merga aytmasam bo'lmaydi. Mana Hayot Husanboy degan youtuberman qanaqadir o'sha ketdi. Va endi men bemalol o'g'irlik qilsam ham bo'ladi. Qanaqa ham to'sgan bo'lardi, oddiy to'sib qo'ygan bo'ldi-da. Qurolimni olaman va endi ketdi. Let's go. Nega bunday qildi? Muncha pishiq qilgan. Alloh, nima qanday qilaman? Tepasidan o'tsam bo'ladi aniq. Tepasidan o'taman. Tepasidan juda ham zo'r ideya. Bu lavadan o'tolmayman aniq. Seyf ham yopiq. Avtomatni otsam ham buzilmayapti. Hozirroq chiqaman. Хорошо. Hozir ay idashib qoldi. Opa, nima? Bu yer ham yopiq. Qanday? Hozir ay nima idashib qoldim. Yo'q. Zo'rg'a tutsak o'zi ham. Juda ham cho'tki hech kim kirolmasa kerak menimcha. Biz va sizdan menman qishloqlardan tashqari hech kim kirolmaydi, chunki shunaqa pin kod qo'yib qo'ydim. Yaxshi-ku. Ko'ryapsizmi cho'tki? Tushunmadim. Bu nima bo'ldi? Avtomat. Mayerda avtomat turdi. Nima? Hozir mayerda avtomat turdi ekan. Demak bu yoqqa kimdir kelgan. Kimdir kelgan va bu yerga tepasidan chiqmoqchi bo'lgan va tushib, lavaga tushib ketgan. Demak, u lavaga tushib ketgan va qurolidan tashqari hech narsa omon qolmagan. Bechora. Lekin menga vashi baribir. Bola juda ham pishiq qanday bo'ldi. O'zim ham yonib o'lib ketishimga sal qoldi o'zi ham. Lekin o'lmadi. Yaxshi, mana buni o'chiramiz va let's go bola. Bu juda ham pishiq ekan. To'g'rimi? Nima deysan, pishiq ekan dedi. Xo'sh, endi hozir men obunachilarimdan xayrlashib olay. Mayli, xayrlashaver. Xo'p. Mana bu akani merga berib qo'yishim kerak. Men yoki o'zimga esdalik qilib olib qo'ysam ham bo'ladi, to'g'rimi? Mayli. Sizlar men Husanboy bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.